İşğalçı Xitoyning Sharqiy Turkistondagi jazo lagerida uzun bir muddat tutib turilgandan keyin Qozog'iston hukumatining oraga kirishi bilan qutulib chiqqan, lekin Xitoy soqchilarining to'sqinligi bilan yurti Qozog'istonga qaytanmagan, Urumchi aerodromida bir bahona bilan tutib qilingan Jarkenbek vatan o'g'li Qozog'istondagi oilasi va bolalari bilan yuz ko'rishdi. Qozog'istonga Qo'rg'oz orqali qurug'liq yo'li bilan kirgan Jarkenbek do'stlari va ommaviy tashkilot rahbarlari tomonidan kutib olindi. 2015 yili o'qish uchun Turkiyaga kelib Qahramon Maras Sutchi imom universitetining siyosat ilmi va xalqaro munosabat kasbiga qabul qilingan Uyg'ur o'quvchi Alqamjon 2015 yili noyabrda Sharqiy Turkistonga qaytib ketgandan keyin hozirgacha izlariga yo'q. Uning savodoshlari Xitoy soqchilarining Alqamjonning oilasiga besim qilib qaytib ketishga majburlaganligini, o'qituvchilarining izchil uni surishtirib kelayotgan bo'lsa-mu, lekin biror uchurga erishamaganligini bildirdi. Afg'oniston Oliy Tinchlik Majlisi Taliban a'zolari bilan Amerika vakili orasida chet el kuchlarining Afg'onistondan chekinishi haqida fikr birdakligi hosil qilganligini e'lon qildi. Afg'oniston Oliy Tinchlik Kengashining muavin boshlig'i Bin Muhammad poytaxt Kobulda bergan bayonotida Amerikaning Afg'oniston alohida vakili Zalmay Xalilzodning Taliban rahbarlari bilan ikkinchi qatim ko'rishib, chet el kuchlarining Afg'onistondan chekinishi haqida fikr birdakligi hosil qilganligini aytdi. Hukumatga qarshi namoyishchilar davlatning chegara eg'izlari va ba'zi tashyo'llarni vaqtli taqib etdi. Yevropa ittifoqining eng nomrod davlati bo'lgan Bulg'ariyada xalq poytaxt Sofiya va boshqa cho'ng shaharlarda bu davlatdagi turmush o'lchami haqida hukumatga qarshi norozilik namoyishi o'tkazdi. Ommaviy taratqular orqali tashkillangan namoyishchilar asosliq yuqori sur'atli tashyo'llarda qatnashni vaqtli faolash holatga tushirib qo'ydi. Türkiye qurolli kuchlari Afrinda ko'chaga chiqishni cheklash buyrug'i e'lon qildi. Rayonda bulang-talang ilib borgan bir guruhga qarshi harakat boshlandi. Afrinda xalqqa zulm qilgan, o'g'irlik, bulangchilik va qora guruh tashkillash qatorliq faoliyatlar bilan shug'ullangan jinoyat shaykisi qarshi Turkiya armiyasining qo'llashi bilan Erkin Suriya armiyasi tomonidan harbiy harakat boshlandi.